World Vision Group. Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Kech salam bo'lsin. Manzillar navbatdagi son taqdimotimiz va Jasurbek akamizni ajoyib tashabbuslari, bu tashabbus O'zbekistonga kerak edi. Ayshoraman kelgan O'zbekistonda aynan mana shunaqa darajadagi jurnalistlarni yangi bosqichga chiqarishni biza xalqimiz kutgan bu sonada biz Oybek Usmonovni asosiy muholaga qo'yilgani va albatta ichkaridagi maqolalarni internetdan kutamiz va har birini maroq bilan chiqamiz va mutolaa qilamiz. Shuning uchun bu ishlarga men barchaga omad tilayman. Zabris bilan ishlagan barcha do'stlarimizga men omad tilayman. Demak, aziz yurtdoshlarimiz, hurmatli vatandoshlar, yana bir karra assalomu alaykum barchangizga. Yonimda hurmatli mehmonimiz Javohir turibdilar. Javohir, kayfiyatlar yaxshimi? Avvalambor xush kelibsiz. O'zingizni fikringizni bildirsangiz 4-songa o'qib ko'rdingizmi? Jurnalni endi xudo xolasa shu o'tgan safar ham chaqirishganda men ham endi ketib qoldim. Shunday darajadagi xalqaro ko'rinishga ega bu taqdimotdan juda xursandman. Ko'rib Jasur akam bilan Amerikada tanishganmiz. Shundan beri bir akamdek bo'lib yaqin ketganmiz. Har doim yo'lni ko'rsatib juda ham xursandman. Endi xudo xolasa bularni hatto samolyotlarga ham qo'yamiz deyapti. Albatta. Har bir mehmonlar ko'rib shunaqa informatsiya oladi. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlariga uchayotgan paytingizda The Address jurnalini o'qib ketasiz, to'g'rimi? Albatta. Juda soz, yana bir karra xush kelibsiz. Rahmat kattakon. Aziz yurtdoshlar, biz esa mamnuniyat ila davom etamiz. Demak, hurmatli yaxshilar, biz esa mamnuniyat ila davom etamiz. Keyingi mehmonimiz Farruh aka. Xush kelibsiz. Kayfiyatlar? A'lo darajada. James Bondga o'xshab keldingiz, lekin galstuk va tugmangiz bor ekan, nimani anglatadi? Mana endi O'zbekiston bilan Amerika o'rtasidagi hamkorlikni Juda soz. Jurnal haqida qayerdan bilgansiz? Jasur aka bilan uzoq yillik do'stimiz, akamiz, ustozimiz eng taqdimot taklif qildilar. Hamma taqdimot kerak. O'zbekistonda har doim qo'ldan keldi qatnashib yaxshi kunlarda yonida bo'lishni harakat qilamiz. O'ylaymanki, bu safargi taqdimotda bundan oldingilardan qolishmaydi. Har doim yuksak darajada noshidlik bilan boy Juda chiroyli, kattakon sizga rahmat. Farruh aka, xush kelibsiz. Tashakkur izhor aylaymiz. Kattakon rahmat sizga. Yana bir karra assalomu alaykum sizga. Muhammad Ismoil. Albatta. She'rlarni sal turib bilib olamiz. Juda chiroyli she'rlar bor. Hozir esa taassurotingiz jurnal haqida 4-sonda. Endi savolim bor. Men Jasurbek tabriklayman. Jasurbek bilan bundan 20 yildan buyon bo'lganman. Jasur bizda o'zbek shov-shuvini, nima deydi, Show biznesini. Show biznes emas, show mediasini eng asoschilaridan biri, darakchidan boshqa. Va men o'shanda aytganmanki, 10 yil avval aytganmanki, Jasurda jurnalistlar bo'lsa, bizda O'zbekiston matbuoti juda ham rivojlanib ketadi deb aytganman va birinchi raqamli jurnalistligimni faqat umri uzoq bo'lsin, Jasurbek sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Hozirgi kunda har bir jurnal chiqarish, kitob chiqarish juda ham katta jasorat talab. Albatta. Odamlarimiz hammasi internetda o'qigan. Bilgan biladi azizlar. Bu jurnal juda katta madaniyatni talab qiladi, juda katta fikrni, juda katta salohiyatni talab qiladi. Mana shu Adres jurnalini nafaqat O'zbekistonda bugungi kunda, balki Amerikada ham taqdimoti bo'ldi, Londonda ham taqdimoti bo'ldi. Bunday ishni hammaning qo'lidan kelavermaydi.
men tabriklayman. Katta jasorati uchun, katta bir vatanga bo'lgan muhabbati uchun va matbuotga bo'lgan muhabbati uchun. Bu jurnalni oldinga qadam qo'yishi, nafaqat jurnal, bu o'zbek matbuotini oldinga qadam qo'yishi deb bilaman. Bizda o'zbek matbuoti, o'zbeklarni san'ati, o'zbeklarning adabiyoti nafaqat O'zbekistonda, bu jurnal butun dunyoga yoyishda katta xizmat qilyapti. Juda to'g'ri aytasiz. Yana bir narsani aytib o'tish kerak. Darhaqiqat aziz yurtdoshlar, yagona o'zbek jurnali butun dunyoda. Qolaversa, Islandiyada ham topishingiz mumkin bo'ladi. Hozir Frankfurtda ingliz tilida ham topishingiz mumkin. Hindistonning bir necha shtatlarida. Demak, bu haqiqiy o'zbekka xos. Bu birinchi qadamlar. Jasurni birinchi qadamlari. Bungacha Jasurgacha hech kim buni qilmagandi. Birinchi qadamlar qo'yyapti. Akajon, Jasur akanimiz juda yaxshi bilamiz. O'zlari birinchi streamlarni olib kirgan O'zbekistonga. Demak, Instagram, Facebook streamlarini birinchi bo'lib Jasur Hamroyev olib kirgan. Bilgan biladi aziz yurtdoshlar. Xush kelibsiz. Kattakon sizga rahmat. Rahmat kattakon azizlar, biz esa davom etamiz. The Addresses jurnalining galdagi hamkori demak Shamsiddin Zargar desak to'g'riroq bo'ladi. Demak, Shamsiddinga xush kelibsiz. Butunlami? Kumushdan. Demak, bugun kimdir buni yutib oladi, to'g'rimi? Bu maxsus Jasur aka uchun faqat. Boshqa, ular tillar. Tillasiga hali bor. Tuz tegmasa. Xudo xohlasa inshaalloh. Tilaklaringiz Jasur akamizga qolaversa The Addresses jurnaliga inshaalloh butun dunyoda ko'rilib hammasi bir nuqtada rahmat. Xush kelibsiz. Marhamat. Planni go'sht pechini. Assalomu alaykum. Ketdimi? Hurmatli yaxshilar, mana o'sha headliner 4-sonni yulduzi, yuzi desak hech ham mubolag'a bo'lmaydi. Oybek aka, assalomu alaykum. Kayfiyatingiz yaxshimi? Birinchi savolim bu ilk katta intervyu. Birinchimi? Hayotingizda birinchilardan degan bo'ladi. Dast avvaliga ko'rmaganman, lekin adressni o'qib siz haqingizda juda ko'p ma'lumotga ega bo'ldim. Aytingchi, o'zingizning tilaklaringizni adressingizga yoshida avvalambor adres jamoasiga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Bizlarni shunaqa kamtarona mehnatlarimizni chiroyli ko'rinishni ko'rsatib, qadrlab, hurmat bilan yondashishgani uchun va minnatdorlar uchun faqatgina bir oddiy jurnal emas, bu o'z sohasini egalari tajriba almashadigan va juda ham ko'pchilikka foyda beradigan juda soz. Bugun eng qizig'i bo'ladi aziz yurtdoshlar, sababi bir necha daqiqalardan so'ng tantanamiz boshlanadi, taqdimotimiz boshlanadi. Undan keyin esa Oybekani tinglaymiz. Demak, sizni ham sahnamizga taklif etamiz. Tayyorlanib turing. Tashakkur izhor aylaymiz. Yana bir karra xush kelibsiz. Same old thing that keeps me around. If you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I do just wanna be alone. Assalomu alaykum muhtarama xonimlar va janoblar, aziz yurtdoshlar, poytaxtimiz mehmonlari. Barchangizni hurmatli yaxshilar, The Addresses 4-yangi muqova taqdimot qolaversa, James Bond uslubida maxsus kechamizda barchangizni ko'rib turganimizdan benihoya baxtiyormiz. Hurmatli yaxshilar, barchangizga xush kelibsiz deyishga ijozat etgaysiz. Demak, ssenariy bo'yicha mana shu joyda guldiroz qarsaklar bo'lish kerak. Tashakkur izhor aylaymiz, kattakon rahmat. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, жители и гости нашей прекрасной столицы. Мы очень рады вас приветствовать на очередном, а точнее, дамы и господа, на 4-м выпуске гламурного, познавательного, научного журнала The Addresses. Добро пожаловать!
Tashakkur izhor etamiz. Kattakon rahmat, hurmatli yaxshilar. Buni qarang, 4-songa ham tezgina yetib keldik. Odatda boshqa jurnal 6 oy yoki 1 yilda bir marta chop etiladi. The Addresses esa qisqa fursat ichida 4-songa ham yetib keldik desak hech ham noto'g'ri bo'lmaydi. Hurmatli yaxshilar, eng muhimi The Addresses jurnali dunyo bo'ylab geografiyasini kengaytirdi. O'tgan yilning sarhifosini aytadigan bo'lsak, bu albatta O'zbekiston, undan keyin Buyuk Britaniya va Dubay edi. Yaqinda esa hurmatli yaxshilar, London shahrida o'tkazilgan World Travel Market ko'rgazmasida The Addresses jurnali ko'plab davlatlar bilan memorandumlarni tuzib keldi. Endilikda jurnal Qatar, Germaniya, Italiya, Malayziya, Janubiy Koreya, Hindiston, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yangi Zelandiya, hatto Islandiyada ham topishingiz mumkin bo'ladi. Bu haqiqiy o'zbek jurnali. Yana bir karra gulduros qarsaklarni ayamaysiz azizlar. Tashakkur izhor etamiz. Kattakon rahmat. The Addresses galdagi son biznesga katta urg'u berdi desak noto'g'ri bo'lmaydi. Va bu safar azizlar, jurnal bizga yangi dollaroviy millionerni tanishtirdi. The Addresses jurnal 4-sonining yuzi, headliner yulduzi, Aziya Farm asoschisi va rahbari hurmatli Oybek Do'stmatov. Gulduros qarsagingizni aymaysiz va mamnuniyat bilan ularni davramiz markaziga taklif etamiz. Yana bir karra assalomu alaykum. Tayyor bo'lsangiz, dast avval esa aziz yurtdoshlar, yana bir biznesmenni davramiz markaziga mamnuniyat bilan taklif etmoqchimiz. Hurmatli yaxshilar, qarshi oling Azim Bayanxonov. Bayanxonov, to'g'rimi? Azim aka, assalomu alaykum. Yana bir karra. Demak, Azim aka, men bilaman siz, demak, Oybek akaga bir necha savollarni tayyorlab qo'ydingiz. Marhamat, so'z navbati sizga. Kutilmaganda. Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar, assalomu alaykum Oybek aka. Tanishganimdan xursandman. Birinchi akamga so'z navbati bersak, bir o'zlarini tanishtirib bersalar. Oybek aka. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, hurmatli do'stlar. Hammanglarni avvalambor kirib kelgan 2025-yil bilan tabriklayman. Hammanglarga yaxshi niyatlarni tilab qolaman. Yuqorida dollar va millioner deb aytildi. Biz millionerni kelishdik, lekin dollarni so'mni kelishmagan edik. Mana shunchalik ko'ribsizlar. Rahmat. Avvalambor bu jamoaga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Shunaqa kichkina mehnatlarimizni ko'rib, shunga e'tibor berib, hurmat bilan yondashganiga jamoaga avvalambor o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Albatta bu shunchaki bir jurnal emas, bu o'z soha vakillarini YouTube'lari ko'p foydali kontentlar bo'ladigan bir maydon deb umid qilamiz va bugungi kungacha chiqib kelgan sahifalarda bu narsani ko'rib kelyapmiz. Chunki bundan oldingi sahifalarda ko'rganimizda nima deydi, mix kokteyl ichgandek bo'ldim. Chunki asosan ko'p yo biznesga, yo show biznesga boshqa yo'nalishda bo'ladi. Bu yerda esa ko'pgina holatlarni, ko'pgina soha vakillari, egalaridan ko'p yaxshi bir kontentlar oldik va shuning uchun yana bir bor hammaga rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat. Mikrofonimiz bitta. Ikkinchi savol bormi? Birgalikda savol javob qilsak yaxshi bo'ladi. O'zi savollar tayyorlamaganman, lekin Jasur akam Azim aka, bir soniyaga siz haqiqiy ensiklopediyasiz. Demak, savolni o'zi hozir keladi sizga. Nasib. Ishonaman sizga. Demak, aziz yurtdoshlar, yana savollar bo'lsa, bemalol qo'lingizni ko'tarsangiz va men siz tomon yo'l olaman. Hozir esa Azim aka, savol sizdan. Marhamat. Tamam. Oybek aka, mana hozir sizni chaqirayotganda dollaroviy tadbirkor deyishdi. Tadbirkor bilan dollaroviy tadbirkorning farqi nimada bo'ladi? Dollaroviy tadbirkor bilan tadbirkor orasida narigisida dollar ko'p bo'ladi. Dollar ko'p bo'ladi. Zo'r. Nima uchun bu savolni beraman? Yaqinda o'zimga savol bergandim. Milliarder bilan millionerning farqi nimada?
ko'p mana ko'ramiz milliarderlarni, millionerlarni intervyusi va hokazosida ko'p aytishadi-yu, o'zi milliarddan tepasi ham уже uchib qolasan baribir rasxod o'sha. Shuning uchun hali o'zi avvalambor u darajaga yetmadik. Shuning uchun farqini hozir aniq farqlab bera olmayman. O'sha eshitganlarimiz bo'yicha gapiradigan bo'lsak, orada deyarli farq yo'q. Uzr, men o'zimcha bir statistika qilib ko'rdim. Millioner bilan milliarderni agar kunlik rasxodini 100 mingdan so'raydigan bo'lsa, kuniga 100 ming dollar xarajat qilishni boshladingiz. Millioner ham, milliarder ham. Millionerda 10 kunda puli tugab qolar ekan. Milliarderda esa 27 yil vaqt ketar ekan. Jahongir Ortiqxo'jayev bugungi kunda 4,2 milliardga yaqin summalarni baholashyapti. Agar bugungi kunda 100 ming dollardan xarajat qilishni boshlasalar, 109 yil yana bemalol yashashga imkoniyat bor ekan. 108 mi? 9 ham? Ilohim hammamizga mana shunaqa Jahongir akaga o'xshagan tadbirkor bo'lishni nasib qilsa, bu prosta havas qiladigan ko'rsatkich, statistika shunchaki. Aka bitta savolim bor. Mana shu million dollar egasi bo'lish uchun qaysi bosqichlarni o'tib chiqdingiz? Mana shu mobaynida nima xatolar bo'ldi? Aynan mana shu yo'lgacha kelgan 3 ta o'zingizni og'riqli xatolaringizni aytib bera olasizmi? Xatolar hozir xayolga kelgani bu ozgina resurslar ko'paygandan keyin har xil takliflar ko'payishni boshlaydi va ko'p narsalarga qiziqasiz, shunda fokus yo'qotishni boshlaysiz asosiy biznesdan va shu sababga ko'ra menda ko'p xatolar bo'lgan, ko'p yo'qotishlar bo'lgan. Что o'zim tegi farmatsevtman va soham farmatsevtika bo'lgan, lekin ko'pgina boshqa bizneslarga fokus yo'qotib, shuni oqibatida zarar ko'rganman. Uzr, ya'ni tadbirkorlik davomida fokusni bitta yo'nalishga qaratib qilgan ma'qulroq. Har xil sohani qilgandan ko'ra. Ikkinchisi bu albatta bilim. Har bir bosqichda kerakli bilimlarni o'z vaqtida olish. Uzr, ya'ni tadbirkorni o'zini masalan tajribasida qilib ketadigan holatlari bor va buni tezroq qilish uchun ilm kerak. Ilm olishni qayerda ko'proq qilyapsiz? Treninglarda bo'lganmisiz? yoki kitob o'qiganmisiz? Hozir yuqorida aytganimdek, ilmlarni ham o'sha o'zini bosqichiga qarab borish kerak. Menda masalan ko'p Stockholmda o'qiganman, hozir MBA o'qiyman, ko'pgina treninglarga borganman. Bu ham talabga qarab, vaziyatga qarab. Chunki talabga qarab o'rganib chiqqaningiz bu afzalroq bo'ladi. Uzr, mana shu yo'lda sizni jamoangizning roli qanaqa? Juda katta. Bu asosiy ishni 90%ni jamoa qiladi. Uzr, bugungi kunda siz millionerli tadbirkor bo'lganingizda siz bilan birgalikda boshlagan tadbirkorlarning o'rtacha daromadi hozir qancha? Hisoblamaganman. Oyligingiz bilasizmi? To'xtab-turing. Hurmatli yaxshilar, aziz yurtdoshlar, qiziq savollar bo'lmoqda, lekin bu javoblarni 4-son The Address'da topishingiz mumkin bo'ladi. Hozir esa kattakon rahmat. Guldiroz qarsaklarni aymaysiz. Tashakkur izhor aylaymiz. Kattakon rahmat. O'z joyingizni egallab olishingiz mumkin. Juda chiroyli savollar bo'ldi. Hurmatli yaxshilar, aziz vatandoshlar, yana bir narsani eslatib o'tishimiz kerak. Bugun hamkorlarimiz tomonidan qiziqarli sovg'alarni sizlar uchun tayyorlab qo'ydik. Demak, kimki g'olib bo'lsa, demak ularga sovg'alarni taqdim etamiz. Ular bo'lsa ham, hurmatli yaxshilar, Shamsiddin Zargar tomonidan va aziz yurtdoshlar, Live Hospitals tomonidan ham qiziqarli sovg'alar sizlarni kutmoqda. Shuning uchun kayfiyatni ko'taramiz, hurmatli yaxshilar. Keling, boshlaymizmi tantanamizni? O'yinlardan boshlasak maylimi? Hammamiz kino, serial, multfilmlarni sevib tomosha qilamiz, to'g'rimi? Eski o'zbek kinematografiyasiga yuzlansak aziz yurtdoshlar, demak charxpalak, mahallada duv gap, temir xotin, qolaversa shaytanat seriallarini barcha hammamiz sevib tomosha qilganmiz. Hozir esa
hurmatli DJ, demak soundtracklarni qo'yib beradi, har bir soundtracklarni qo'yib beradi. Siz soundtrackni tinglab, qaysi kino, serial, multfilmdan olinganini aytishingiz kerak bo'ladi. Demak, birinchi qo'l ko'targan inson yoniga men uchib boraman. Tayyor bo'lsak, aziz yurtdoshlar, yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Kimki ko'proq javob bersa, ushbu inson ko'proq ball yig'adilar va u g'olib deb tan olinadi. Demak, birinchi musiqiy parcha, hurmatli yoshlar, ketdik. Stop. Amerika Qo'shma Shtatlaridan mehmonimiz, assalomu alaykum. Yana bir karra Assalomu alaykum. o'zingizni tanishtiring. Javohar. Bag'oyatda xursandman va nima deb o'ylaysiz? Ushbu musiqiy parcha qaysi kino, serial, multfilmda olingan? Kichkina tabiat. To'g'ri. Guldiroz qarsaklar azizlar. Это я так проверяю вашу бдительность, друзья. Браво. Ну что ж, мы двигаемся далее. Следующая музыкальная композиция «Кетдик». Stop. Birinchi bo'ldilar. Qo'lingizni siz birinchi ko'tardingiz. Assalomu alaykum, o'zingizni tanishtiring. To'g'ri. Birinchi ballni qo'lga kirityapsiz. Qarsangiz azizlar. Juda soz. Demak, mamnuniyat ila davom etamiz. Keyingi tarona ketdik. Endi muzikali tanaffus e'lon qilamiz. Stop. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Fosil Farhod. G'oyatda xursandman. Farhod aka, kayfiyatlar yaxshimi? Zo'r. O'z tegmasi. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu musiqiy parcha qaysi kino, serial, multfilmda olingan? Chinor ostidagi duet. To'g'ri. Qarsangiz azizlar. Birinchi ballni qo'lga kirityapsiz. Ofarin, tasanno. Biz esa mamnuniyat ila davom etamiz. Keyingi parcha ketdik. Stop. Birinchi bo'ldilar, siz ikkinchisiz. Demak, javobingiz birinchi ballni qo'lga kiritdingiz. Yana ikkinchi ballni qo'lga kiritamiz. Javobingiz 3 2 1. Siz birinchi, ikkinchi bo'ldingiz. O'zingizni tanishtiring. Sabr. Ahmad. Ahmad aka, bag'oyatda xursandman. Demak, javobingiz Mahalla Dudu. to'g'ri. Qarsangiz birinchi ballni qo'lga kirityapsiz. Azizlarimiz, siz ham qo'shilishingizni so'raymiz. Demak, keyingi musiqiy parcha ketdik. O'zbek emas, ayollarimiz hamma ko'rgan. Alisher aka. Yes. Demak, assalomu alaykum. Yana bir karra qo'lingizni ko'tardingiz. Bir ballni qo'lga kiritdingiz. Заработай второй балл. Va nomi Arab filmi adashmayotgan bo'lsam Klon. To'g'ri. Qarsaklar, ikkinchi ballni qo'lga kirityapsiz. Ofarin, tasanno. Biz esa mamnuniyat ila davom etamiz. Keyingi musiqiy parcha ketdik. Серьезно? Stop. Assalomu alaykum, o'zingizni tanishtiring. Madina Musajonova. Bag'oyat xursandman va javobingiz to'g'ri. Kelinlar qo'zg'aloni. Birinchi ballni qo'lga kirityapsiz. Tabriklaymiz. Biz esa mamnuniyat ila davom etamiz. Ketdik. Bu nima deganingiz? Bu degan. Wow. Здесь были. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Ismi Nahotki sen. Nahotki sen, bravo! Birinchi ballni qo'lga kirityapsiz. Ofarin, tasanno, двигаемся далее, keyingi tarona ketdik. Stop. Demak, bu o'zbek kinosi emas. Qiziqarli. Assalomu alaykum, o'zingizni tanishtiring. Xalq bilmaydi, mehmonlarimiz bilmaydi. Bag'oyatda xursandman. Давайте отдельно поаплодируем. Прекрасная, яркая Umidaxon. Demak, javobingiz Sevgi iztirobi. Ofarin, birinchi ballni qo'lga kirityapsiz. Alisher aka, dublyaj qiroli shu yerda. Tashakkur izhor aylaymiz. Ketdik keyingi tarona. Marhamat. Это репетиция, desek hech ham mubolag'a bo'lmaydi. Hamma ko'rgan. Nima? Chinor ostidagi duel? Nima? Yo'q, tangalik bolalar. Bal menga qolyapti. Davom etamiz. Keyingi tarona ketdik. Hamma biladi. Birinchi
bo'ldilar. Farruh aka siz birinchi bo'ldingiz va legenda, afsona Abdullajon. Bravo! Juda soz. Ikkinchi ballni qo'lga kirityapsiz. Eslatib o'tamiz, hamkorlarimiz tomonidan g'oliblarimizga qiziqarli sovg'alar bor. Keyingi taroqqa ketdik. Gap yo'q. Assalomu alaykum. Demak, soundtrackni Mansura aytgan va kinoning nomi Sevginadir. To'g'ri. Ikkinchi ball, to'g'rimi? Juda soz. Mamnuniyat ila davom etamiz. Ketdik. Birinchi bo'ldingiz, siz birinchi bo'ldingiz, keyin qaytdingiz, lekin siz qaytmasdan qo'lingizni ko'tardingiz. Yana bir karra assalomu alaykum. Qarab turing. 2 ballingiz bor. Demak, 3-chi ballni ham qo'lga kiritamizmi? Va kinoning nomi Lola o'ynagan bu filmda Sevinch. Bravo! Лучше Sevinch. Super. 3-chi ballni qo'lga kirityapsiz, aziz yurtdoshlar, va bizning g'olibimiz bor. Bu ham siz bo'lasiz. Guldiroz qarsagingizni yemaysiz. Keling, siz bizning g'olibimizga aylandingiz. Yana bir karra assalomu alaykum. Добрый вечер. Здравствуйте. Yana bir karra o'zingizni tanishtiring balandroq ovozda. Nozimali Sayba, jurnalistman. Juda soz. Nozmaxon, sizni chin yurakdan muborakbod etamiz, tabriklaymiz. Jurnalistlar haqiqatdan yaxshi ko'rar ekan kinolarni ko'rish. Kino restoranida tugatganman-da. Ko'z tegmasin. Demak, siz bizning g'olibimizga aylandingiz va aziz yurtdoshlar, hamkorlarimiz tomonidan Shamsiddin Zargar tomonidan qiziqarli sovg'ani sizga taqdim etamiz. Demak, u ham bo'lsa uzuk, marhamat, qabul qiling. Yo'q, nima bu? Kullon azizlar, guldiroz qarsagingizni yemaysiz. Shuningdek, muborakbod etamiz, sizni tabriklaymiz. Marhamat, o'z joyingizni egallab olishingiz mumkin bo'ladi. Hurmatli yaxshilar, aziz vatandoshlar, barchangizga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin deya taqdimotimiz davom etadi. Bir necha soniyalardan so'ng azizlarimiz, o'zbek estradasining yorqin yulduzlari chiqishlari bo'ladi. Hozir esa barchangizga yoqimli ishtaha tilaymiz va keyingi sokin, chiroyli musiqiy taronalar bugun faqatgina sizlar uchun. Marhamangizga yaxshi kayfiyat tilagan holda mana mening hamkasbim ham shoshilib biz tomon tashrif buyurdilar. Assalomu alaykum. Poy qadamingizga jon tasadduq. Men shu yerda edim, lekin aynan mana shu minbarga, aynan mana shu mikrofonni ushlab turishim kerakligini bilmagan edim. Va nihoyat mana shu sharafli vazifani menga yuklab qo'yishdi. Chunki jurnalimiz haqida hammadan ko'p ma'lumot bilsam kerak. Va ayni damda foydalangan holda barcha tashrif buyurgan aziz mehmonlarni minbori qanchalik ularni hurmat qilishimizni va xursand ekanimizni bildirib qo'ymoqchiman. Davratimizga tashrif buyurganingiz uchun benihoya xursandman. Va bu 4-sonimiz, 3-sonimizda biz 3 ta tilda chiqargan edik jurnalimizni. O'zbek, rus va ingliz tillarida maqolalar bor edi. Va hozir esa bu sonda yana 3 ta tilni qo'shdik. Endi jurnalimiz sahifalarida 3 ta tildan tashqari siz turk, ozarbayjon va uyg'ur tillarida ham maqolalar va she'rlarni o'qish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ofarin, tasanno. Va aziz yurtdoshlar, mana shu fursatdan foydalangan holda davramiz markaziga keyingi mehmonimizni taklif aylash niyatidamiz. Hurmatli yaxshilar, xonimlar va janoblar, qarshi oling Turkiya elchixonasining kommunikatsiya rahbari Hamdibey janoblari. Guldiroz qarsagingizni yemaysiz. Assalomu alaykum. Marhamat, tayyor bo'lsangiz so'z navbati sizga. Assalomu alaykum. Sizlar bilan birga bo'lish men uchun juda xursand. Cesur Bey'ga, Nazime Hanım'a, Zamira Hanım'a teşekkür ederim. Siz bilen şu tedbirde buluş bizi faydalandırdı. Çünkü Özbekistan'da bir rivajlanış olsa, jurnalistika sahasında olsa, turizm sahasında olsa, başka hem mesajlarındaki rivajlanış biz için juda xursand ve biz için faydalanış vesilesi. Çünkü Özbekistan biz için çetellik emas. Özbekistan bizim ata topraklarımız.
ata yurdumuz. Onun için ben şu yerga kelganimda hech chet ellik bo'lmadi. Ve şu yerde komünikatsiya asasida hususen rivojlanishlar bizi faydalандырdı. Siz için teşekkürler kılamam. Şundan keyinki rivojlanishları kutamiz. Sağ olun, selam. Tashrifingiz uchun sizga ham tashakkurlarimizni izhor etamiz. Sababi nimaga bu vakillarni taklif etdik? Buni jurnaldan bilib olasizlar, chunki Turkiyaga alohida urg'u berilgan tarixi, hozirgi hayoti va aynan turk ijodkorlarini, zamonaviy turk ijodkorlarini she'rlardan ham lavhalar berilgan. Menimcha bu barcha o'quvchilarimizga qiziqarli bo'ladi va muvaffaqiyatli bo'ladi. Zaminaxon, juda chiroyli aytdingiz, juda to'g'ri aytdingiz desam hech ham mubolag'a bo'lmaydi. Aytingchi, siz jurnalni o'zingiz yig'dingiz desam hech ham noto'g'ri bo'lmaydi, to'g'rimi? Boshida turdingiz. Jurnalning ikkinchi sahifasini olsangiz, men kim ekanligini bilasiz. Endi bilasiz, qolganlarga ham maqtanib o'tmoqchi edim. Yig'dim desam ham bo'ladi. Jasur akani boshchiliklarida bosh muharrir sifatida o'sha yerga kelgan barcha maqolalarni tahlab, to'g'rilab, keragiga, kerakmasiga chiqarib, barcha o'quvchilarimizga manzur bo'lishiga harakat qildik va albatta barcha tashrif buyurganlardan va jurnalimizni keyinchalik o'qiydigan insonlardan ham tilak va istaklarni kutib qolamiz va borgan sari yaxshiroq bo'lishga, ko'proq reklama qiling. Nima haqida bu gapda bilib olamiz. Harakat qilamiz. Sababi o'qish kerak va o'qishga qaytish kerak, chunki ziyoli odamni faqatgina kitob o'qiydimi, o'qimaydimi shundan bilib olsak bo'ladi. Chunki ziyoli odam hech qachon hech kimga yomonlik qilmaydi. Ko'nglida faqat yorug'lik va ezgulik bo'ladi. Va oxirgi o'qigan kitobingiz? Ayni damda o'qiyotgan kitobim Bakudan olib kelgan Ravshan Abdullayev degan bir muallifni Человек ближайший сценарист degan kitobini ayni damda o'qiyapman. Браво, все, я просто проверял, вы лучшие. Отдельные аплодисменты, дамы и господа. Super, прекрасно. Demak, kattakon sizga rahmat. Nima bilan keyin davom ettiramiz bugungi taqdimotimizni? Galdagi mehmonimizni. Mehmonlarimiz keling, hozir Turkiya mavzusini tugatamiz. Sababi majoziy ma'noda tugatamiz. Aynan Turkiya haqida maqola yozgan bir yaxshi muallifimiz bor. Bizning doimiy muallifimiz. Chiroyli sharhlar va maqolalar berib boradilar. Ularning duolari bilan, ularning yaxshi maqolalari bilan mana hozir jurnalimiz shunchalik obro'ga erishdi. Menimcha sizga ham so'z navbati bersak joiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Mana shu joyda guldiroz qarsagilar sadosi ostida qarshi oling azizlar. Yana bir karra assalomu alaykum. Tayyor bo'lsangiz marhamat. Assalomu alaykum. Men Jasur haqida gapirmoqchi edim. Jasur meni o'rtog'im, qadrdon o'rtog'im. Ming yillardan beri o'rtog'imiz. Hozir ko'pchilik bilmasa kerak, bir Shoshuv degan sayt bo'lardi. Hozir bormi yo'qmi bilmadim. Shu Jasur shu saytni yuritganda maqolalar bilan ishtirok etib turardim. Yaqinda aytdiki, jurnal chiqazyapman. Bunga bir yordam berasizmi dedi. Birinchi sonda ham shu Saudiya Arabistoni haqida maqola chiqdi. Ikkinchi sonda ham Xitoy haqida maqola chiqdi. Uchinchi sonda bilmadim, tanasib bo'ldi menimcha. To'rtinchi sonda mana yana Zamiraxonni boya aytdingiz, Zamiraxonni iltimosi bilan bir maqola yozdik Turkiya haqida. Endi bilasizmi, Turkiya haqida ko'p gapirishimiz mumkin. Bu jurnalda shu kungacha shu O'zbekiston matbuotida yozilmagan ma'lumotlar berilgan Turkiya haqida. Shu yana bir narsa, men o'zi prezident To'yib Erdo'g'onni yaxshi ko'raman. Bilasiz, 2016-yilda shu davlat to'ntarishiga urinish bo'ldi. Mardona o'sha prezidentning mardona harakatlari bilan bu bartaraf etildi. Bu jurnalda ham bu haqda yozildi. Yana menga bir narsa xursand bo'lgani, meni xizmatim emas bunda. Uyg'uriston haqida juda yaxshi maqola chiqdi. Sarlavhasi Sharqiy Turkiston. Biz bu iborani qo'rqib ishlatamiz, masalan, Shinjon avtonom Uyg'ur rayoni deb aytamiz, lekin bu jurnalda mana men rahmat aytaman. Sharqiy Turkiston iborasi ishlatilgan va Sharqiy Turkistonning bayrog'i berilgan. Shuning uchun men tabriklayman bu Zamiraxon, Jasur aka hammalarni bardavom bo'lsin va yanada toza maqolalar chiqib bo'lsin. Xizmatingizga tayyormiz. Rahmat.
Tashakkur izhor aylaymiz. Kattakon rahmat. Biroz narsaningizni ayamaysiz. Aynan shu mavzuni hozir o'zim chiroyli qilib keltirmoqchi edim. Sharqiy Turkiston mavzusini qardosh xalqlarni doim qadrlaganmiz, doim ulug'laganmiz va birligimizni tan olganmiz, chunki bizning tariximiz bir, kelajagimiz ham bir. Doimo birdan bo'lishimiz kerak. Shu maqsadda rostini aytsam, aynan mana shu maqolani biroz hadik bilan joylashtirgan edim. Chunki baribir siyosiy vaziyat bor, har xil gap so'zlar bor, lekin biz ijodiy tomonlama yondashdik. Ijodkorlar uchun hech qanday geografik va siyosiy chegara yo'q. Biz faqat ijodkorlarning ijodini va ularni yozayotgan maqolalarni yoritib boryapmiz va aynan shu maqsadda hozir ham davramizga aynan shu maqolani yozgan insonni taklif etishning iloji bo'lmadi, lekin aynan Uyg'ur madaniyat markazidan vakil taklif etganmiz. Agar ijozat bersangiz, ularni ham davramizga chorlaymiz. O'ylamang faqat tabriklar bo'ladi deb, bizda har bir taqdimotlar qiziqarli o'tadi. Lekin albatta so'z boshida aynan mana shunaqangi chiroyli so'zlar bo'lsa, ijodkorlar haqida boshladingiz gapni, keling endi esa davramiz markaziga hurmatli aktyorimizni taklif etsak. Alisher Uzoqov. Guldiroz tarsagan sadosi ostida azizlar, ularni davramiz markaziga taklif etamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Ko'p turganlar juda xursandman. Bugungi tadbir albatta bevosita bizning qadrdonimiz Jasuraga hamrohlik tashkil qilgan tadbir. Bu bevosita baribir menga dastlab o'sha o'ziga qaratgan holati shundaki, ilm bilan bog'liqligi. Bu jurnal yoki boshqa bir kitob bo'lishidan qat'iy nazar, Jasur akam har doim xalqga, insonlarga manfaat keltiradigan yumushlar bilan band bo'lib yuradilar. Shuning uchun men ularga faqatgina sihat salomatlik tilab qolaman. Chunki qolgan narsalarning barchasi Jasur hamrohlikda mavjud va xalqni, yana shu jamiyatni tafakkurini va o'qishga bo'lgan qiziqishi uchun ularni harakatdan hech qachon to'xtab qolmasliklarini men tilab qolgan bo'laman. Salomat bo'ling. Rahmat kattakon. Biz esa davom etamiz. Zaminaxon, marhamat. Uyg'ur madaniyat markazini vakillarini taklif qilmoqchi edik. Olimjon aka Zaitov, marhamat. Olimjon Zaitov, qarshi oling aziz yurtdoshlar. Guldiroz va davomiy olqishlar sadosi ostida. Tashakkur, rahmat kattakon. Assalomu alaykum. Juda xursandmiz sizni ko'rganimizdan. Kayfiyatlar yaxshimi? Ko'z tegmasin, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Bugungi anjumanga men birinchi marta qatnashyapman. Ozgina hayajondaman, lekin juda xursandman. Hammalarni tabriklayman, Zamira orqali tanish. Bugungi anjumanga qatnashibman. Juda xursandman. Maqola chiqaribsiz, Sharqiy Turkiston to'g'risida. Bu bizning xalqimiz uchun juda katta yutuq bo'lgan. Keyingi anaqalarda qatnashib, sizlar bilan birga bo'lishga, jamiyatimizga xizmat qilishga biz tayyormiz. Hammalarni tabriklayman. Rahmat. Tashakkur izhor aylaymiz. Kattakon rahmat. Tabrikdan keyin menimcha biroz musiqa bo'lsa ham yaxshi bo'ladi. Chunki yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Zaminaxon, keling, yaqinroq. Chiqavering. Hech qisi yo'q, hammasi yaxshi. Biror narsa hech menimcha ko'pchilikka noqulay tuyulyapti. Sekin narsani yig'ishtirib qo'yishyapti, nima deysiz? Mayli, siz bilan ham men to'g'ri deyman sizga, lekin hozir yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Bugun ahamiyat qiling aziz yurtdoshlar, restoranga. Betri organik restorani, demak aziz yurtdoshlar, va ular birinchi taomini hozir topmoqda. Dasturxonimizga ahamiyat qiling. Bu tikvenniy sup, demak qovoqli sup, qovoqli sho'rva. Fishkasini bilasizmi? Qovoqni o'zida podacha qilib berishadi. Demak, ahamiyat qilishingiz mumkin. Yetilishni boshladi. Ko'rinishi ham o'ziga xos. Ta'kidlab o'tish joiz, Betri organik restorani o'zining taomlari bilan ajralib turadi. Bu yerda barcha narsalar tabiiy. Замира, знаете, я бы даже сказал, если вы сейчас попробуете данный суп, ваши вкусовые сосочки сойдут с ума. Дамы и господа, дорогие друзья, всем вам желаем приятного аппетита, прекрасного настроения. И следующие музыкальные композиции сегодня звучат только для вас. Мархамат. Всем приятного вечера и приятного аппетита.
Aziz Yo'ldashov boshchiligidagi People guruhini taklif etamiz. Qarshi oling azizlar. Assalomu alaykum. Bu kecha Jasur akani tanlanganlar orasida bo'lishdan sharaf tuydik. Va meni ham premyeram bor. Chunki Jasur akani qoyil qoldirish, u kishini e'tiborlarini tortib olish juda ham qiyin. Ya'ni qo'shig'im sizning, bizning shu yerda o'tirganlarning dunyosiga to'g'ri keladi. Ko'pchilik tanimadi, lekin sochim olganim uchun premyera qo'shib baho berasizlar. Arkasılar o'tganga o'xshab 20 o'ziga yutganga o'xshab sevdom o'rmonda yutganim bor o'rtada ishlab olayotganga o'xshab bilolmadim kimdan bilolmadim kimdan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan azizlar Yulduz Turdiyeva. Qarshi oling. Yo'q. Demak, so'ragan qo'shiqlar bor. Sizdan so'rang. Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar. Jasur aka, har doim sizni yoningizda tabriklaymiz. Shunaqa adresiz jurnalda har sonda kelib sizni yoningizda bo'lib qo'llab-quvvatlab turaylik. Siz juda ham san'at tushunadigan. Bugun biroz mazam bo'lmadi, borolmayman desam shunaqa arazladingiz. Shuning uchun uzr so'ramoqchiman. Ko'nglim bo'lmadi to'g'risi. Sog'-salomat bo'ling. Shunaqa har doim maslahatlar berasiz. Qanaqadir qo'shiq qilsak, ijodimizda yangi qo'shiqlar bo'lsa, o'z fikringizni bildirasiz. Vaqtingizni ayamaysiz. Katta rahmat sizga. Sog' bo'ling, sog' bo'ling Jasur aka. Katta rahmat. Azizjon bilan bir duet etganmiz. Oh
voy achoqsi. Nimaga to'g'ri kelgan? Aziz, bugungi kunda juda ham yorqin yulduz bo'lib chiqyapti. Buxorolik va faxrlanamiz Aziz bilan. Rahmat. Jasur aka qo'shiq aytmayman gaplarda, men aytdim. Aytsinlar. Endi faqat Sami Yusuf bilan Ibrahim Tatlısas aytish kerak sizni. Мы Ebi aytamiz. Bir narsa bor. Hozirgi oxirgi paytda faqat shu eshitib birinchi marta aldanma azizim shu dunyoning naqshida o'zimizning konsertimizda eshitlasizlar. Katta rahmat barchangizga. Katta rahmat. Demak, aziz yurtdoshlarimiz, hurmatli vatandoshlar, biz esa mamnuniyat ila davom etamiz. Zaminaxon, kayfiyatlari yaxshimi? Ikkinchi mikrofonni bering menga. Tashakkur izhor aylayman. Kattakon rahmat. Marhamat. Вот вы удивительный человек. Почему? Пытаетесь как можно вот всунуть мне в этот микрофон, чтобы вы меньше говорили, я больше говорила, да? Ни в коем случае. Я с вами люблю работать в тандеме, понимаете? Qolaversa siz The Addresses jurnalida ish faoliyatingizni ham yuritib borasiz, to'g'rimi? Albatta. Necha yildan beri, demakki, boshidan? The Addresses jurnali endi 4-soni chiqyapti. Demakki, bu 2-yilimiz faoliyat yuzasidan va nasib qilamanki, bu 2-yil bo'lib to'xtab qolmaydi, uzoq va davomli bo'ladi va keyingi 4-emas, 40-chi, 45-chi, 400-sonlarda balki ko'rishamiz va balki aynan mana shunday turib baravariga ozgina urishib, ozgina hazillashib boshqachalik qilamiz. Xudo xohlasa, nimaga men bu gapni boshladim? Давайте мы сделаем такую небольшую импровизацию вместе с вами. Давайте будем задавать вопросы о журнале. Но такие вопросы должны быть немножко сложные. Проверим, кто читал наш журнал, насколько читали, что знают вообще об этом журнале. To'g'ri, kimki to'g'ri javob bersa, hamkorlarimiz tomonidan qiziqarli sovg'alarga ega bo'ladi, to'g'rimi? Hamkorlarimiz juda ham qiziqarli sovg'alar tayyorlab qo'yishdi, o'sha yerda taxlanishni boshladi. Lekin bu hammasi emas. Albatta. Paketlarni sanamaylik, chunki yaxshi qatnashgan odamlarga aynan bu yoqda yo'q sovg'alar nasib bo'lib qolishi mumkin. Demak, Zamiraxon savollarni o'zingiz aytasiz, sababi siz u yerda ish faoliyatini yuritib borasiz ushbu jurnalda. Xo'sh. Qiyinroq savollar bo'lsin bemalol.
bilib olamiz, aziz yurtdoshlarimiz The Adresi jurnalini yaxshi bilishadimi yoki yo'qmi? Xo'p, The Adresi jurnalini birinchi soni muqovasida kim chiqqan? Oddiy savoldan boshladim. Bir javob. To'xtang, kim birinchi qo'lni ko'tardi? Siz birinchi bo'ldingiz. Birinchi bo'ldilar shu yerda. Kim birinchi bo'ldi? U yerda bo'libdi. Zaminaxon, keling gaplashib olsak, siz birinchi bo'libsiz. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum, Madinama. Yulduz Usmonova. Yulduz Usmonova. Odoblik Nazarbek degan variantlar bo'ldi, lekin to'g'ri. Va ushbu sovg'a sizga, demak, History'da Kubra tomonidan. Bu javobni Madina Musajonova berdilar. Ularda o'tirgan har bir odam unikal, har bir odamning o'ziga xos ko'plab istedodlari bor. Yaxshi. Demak, biz mamnuniyat ila davom etamiz. Keyingi savolga o'tsak, Zaminaxon, tayyormisiz? Qiyinroq savollarni bering. Men bilardim Yulduz Usmonova birinchi bo'lishini. Endi siz javob bersiz deyapti. Albatta, qiyinroq savol bering. Xo'sh. Jasur aka eshitmaganga olib o'tiribdilar. Savollar endi Mazza qilyapti Jasur aka, boshqa narsani hal qilyapti. Xo'p, 3-sonimizni birinchi taqdimoti qaysi shaharda bo'lgan? 3-sonimizning birinchi taqdimoti qaysi shaharda bo'lgan? The Adresi jurnalida qo'l ko'tarildi. Assalomu alaykum, yana bir karra. Demak, birgina sovg'a sizga yetishmadi. Demak, Londonda. Menimcha bu savolga javob topa olishmaydi deb o'ylagan edim, lekin bular ashaddiy kuzatuvchi ekanlar. Bravo, Londonda. Demak, sonimizning ilk taqdimoti Londonda bo'lib o'tgan, Jasur Hamrayev tomonidan chiroyli qilib odamlarga taqdim qilingan va undan keyingina 3 kun 4 kun o'tib Toshkentda taqdimoti bo'lgan. History'da Kubra tomonidan ushbu sovg'aga ega bo'ldingiz. Tabriklaymiz. Ham ssenarist, ham muharrir va bir necha yo'nalishlarda ijod qiladigan yaxshi bir ijodkor qizimiz. Juda soz. Demak, azizlarimiz, keyingi savol The Adresi jurnaliga taalluqli savollarimiz davom etmoqda. Qiyinroq savol berib qoling, qiyinroq. Jasur aka nima so'raymiz? Qiyinroq savolni bering. Zaminaxon nima bo'ldi? Windows. Xo'sh, bosh muharrirda meni bir necha marotaba tanishtirdingiz, lekin jurnalimizni badiiy rahbari ham bor. Jurnalning badiiy rahbari kim? Qo'l bor, qo'llar bor. Assalomu alaykum. Яркая, красивая, сногсшибательная. Добрый вечер. Assalomu alaykum. Aziz mehmonlarimiz uchun o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Iqtisodiyot fanlari doktori, professor Barnobul Sanaqulovanman. Muhammad aka Ismoil. O'tgan safar nima bo'lganda bilib juda ham xursand bo'lgan edim. Chunki u kishini muxlislariman. Fursatdan foydalanib Jasur akaga rahmat aytmoqchiman. Bunaqa jurnallar juda ham ko'payib ketdi, lekin bu jurnalning o'ziga xos bitta tomoni bor. Qolgan jurnallarda bilmadim, artistlar, o'yinchilar, qo'shiqchilar bosh rollarda bu jurnalda shunchalik xilma-xillik borki, bu yerda tadqiqotchini ham topasiz, olimni ham topasiz, professorni ham topasiz. Kimga nima kim kerak bo'lsa hammasini topyapti. Shunisi bilan boshqa jurnallardan ancha farq qilyapti. Rahmat. Qolaversa sizni ham topsak bo'ladi bu galdagi sonida, to'g'rimi? Shuning uchun shunaqa chiroyli gaplar. Ularni bilib olsangiz bo'ladi. Albatta, History'da Kubra va Shamsiddindan sizga ushbu sovg'alar. Zargar Shamsiddindan qarang, Cartier sizga nasibda tabriklaymiz. Davomiy bo'lsin. Deyishga ijozat etgaysiz. To'g'ri javob bering aziz yurtdoshlar va sovg'alarga ega bo'ling. Zaminaxon, keyingi savol. Xo'sh, hozir ziyolilar haqida savol berganlar uchun bir maqola yodimga tushdi. Jurnalimizni nafaqat ko'pchilik sariq pressa deb qabul qiladi, lekin aslida bu yerda odamlarni o'ylantiradigan maqolalar ham juda ham ko'p. Va u yerda bir tahliliy maqola bor edi, kutubxonalar haqida. Agar bizni jurnallarimizni varaqlab ko'rgan bo'lsangiz, aynan mana shu tahliliy maqola qaysi sonda chiqqanini bilasiz va keyingi sovg'ani egasi bo'lasiz. Yana ushbu inson o'zlari qo'lini ko'taryaptilar. Butun sovg'alarni o'zi olib ketadi-yo bugun. Menimcha boshqalarga ham imkoniyat bersak zo'r bo'ladi. Orqasidagi odamlar bilisharmikan? Bunga javob yo'q menimcha. Yana bir karra bering, balandroq hech kim eshitmadi. Kutubxonalar, O'zbekistondagi kutubxonalarni
qanday ahvolda ekanligi, soni va umuman shu haqida odamlarning qanchalik o'qishi haqida tahliliy statistik maqola joylashtirilgan edi. Aynan shu maqola qaysi sonda chiqqanini kim ayta oladi? Aynan ushbu maqola, kutubxonalar haqidagi maqola qaysi sonda chiqqan edi? Javobimiz bor. Merhaba. Assalomu alaykum yana bir karra. Demak, javobingiz Sorfa için emas, lakin ikinci sanda ve kütüphaneler sahası benim saham. Türkiye'deki kütüphane ve işletmeler başkanlısı başlıydım 7 yıl boyunca. Bunun için benim için kızık bir mevzu. İkinci sanda konuşun aytam. Doğru mu? Meni olib qoldirdingiz va javob to'g'ri. To'g'ri, ofarin! Shamsiddin Zargardan Cartier sizga taqdim etiladi. Tabriklaymiz, davomiy bo'lsin. Qolaversa, History'da Cooper tomonidan ham ushbu sovg'alarni sizga biz bermoqdamiz. Zaminaxon, sovg'alarimiz juda ko'p. Savollarni tezroq ayting. Savollarni pishirib olsak yaxshi bo'lardi. Ozgina, chunki menga bunday эксклюзив викторина bo'lishidan hech kim xabar bermagan edi. А этим же и лучше, когда импровизация, друзья. Всем... На ходу все придумываем, все как есть, все как получается у нас. А получается вроде неплохо. Demak, keyingi savol. Ishonaman, ishonchim komil, вы справитесь. Uddalay olasiz keyingi savolni ham. Xo'p. Bir sonimizda Sohil Abbosxon taom tayyorlaganlar. Agar jurnalimizni hech birimiz varaqlagan bo'lsangiz, menimcha bu narsaga ko'zingiz tushgan bo'ladi. Qanday taomni tayyorlagan edilar? Oshmi? Ana muzika bilan To'xtang, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, o'zingizni tanishtiring. Ismingiz? Biz bilan bir hafta oldin ko'rishdik, turganmiz. Nafosatimiz. Ismimni alohida eslab qoldim. Bag'oyatda xursandman. Yana bir kar assalomu alaykum. Demak, javobingiz? Bilmaman. Ha, demak jurnalni o'qiganlar. To'g'ri. Qarsangiz, jurnal qo'lida. Bu soni emas, bunda ha, aynan mana shu sonida edi. Demak, javob qo'llarida edi. Shamsiddin Zargar tomonidan ushbu sovg'a siz tomon yo'l oladi. Tabriklaymiz. Davomiy bo'lsin deyishga ijozat etkaysiz. Azizlarimiz, yana bormi savollarimiz? Mayli, bitta narsa aytdim. O'qish va o'qishga qayting degan slogani bor-ku. To'xtang, marhamat, mikrofonga. Assalomu alaykum. Bu yerda ustozlarimni ko'rdim. Barchalariga mana bugungi kunda shu darajaga yetishimda hissalarim qo'shilgan juda ko'p insonlar bor. Bu yerda Zebo opam o'tiribdilar. 17 yildan beri men kichkina qiz edim. Qo'lim o'sha uyalmasdan dadil gapirgan deganlarini hech ham unutmayman. Boringizga shukr, bu yerda Muhammad Ismoil ustozimiz menga birinchi o'sha paytlarda Gulnora Islomnani taqdimotlarida juda ham qo'lim o'sha bu qizni kelajagi buyuk potensialini ko'rib qo'yinglar degandilar. O'shanda taqdirlashni olgan edim respublikada. Ustoz, bunda sizni xizmatlaringiz juda ham katta va barcha ustozlarimni ko'rib bu yerda xursand bo'ldim. O'qish va o'qishga qayting degan sloganni juda ham yaxshi ko'raman. Men o'ylaymanki, har bitta o'qigan inson hech qachon kam bo'lmaydi. Zadrisizga va Jasur Hamrayev jamoasiga muvaffaqiyatlar tilayman. Men o'ylaymanki, bu faqat boshlanishi. O'zbekiston imijida Zadrisizning dunyodagi o'rni katta bo'lishini tilab qolaman. Rahmat. Bravo. Tashakkur izhor aylaymiz. Haqiqatan juda chiroyli so'zlar, tilaklar bo'ldi desak hech ham noto'g'ri bo'lmaydi. Yana bir narsani ta'kidlab o'tish joiz. Nafosat hammaga tashakkur bildirgan, lekin bir narsani aytib o'tmagan. Ular o'zlari ham brend o'z adashmasam jurnalni loyiha rahbarilar va aynan shu jurnal vakili sifatida keldilar. Ko'pchilik raqobatchi deb o'yladi. Aslida esa barcha ijodkorlar birgalikda hamfikr bo'lib ishlagani yaxshi deb hisoblayman. Tashkiliy shunaqa. San'at olami vakillari deyarli yo'q. Tushunarli. Hozir reklama kerak emas. Kattakon sizga rahmat. Juda soz chiroyli taqdimotimiz bo'lib o'tmoqda. Galdagi yulduzli mehmonni ham davramiz markaziga taklif taklif etsak maylimi? Aziz yurtdoshlar, hurmatli vatandoshlar, o'zbek kinematografiyasiga katta his qo'shgan hurmatli rejissyor Zebo Navruzovani taklif etamiz. Menga tabiiy chehra kerak. 2 oy qoshingni termaysan deganlar.
Hali ham ko'ryapsizmi? Va o'ziga xosligi suratga olish maydonida ko'pchilik ishonmaydi. Grimyor umuman grim ishlatmagan. Shundan anglasangiz bo'ladiki, bu opani hamma filmlari haqiqiy va tabiiy chiqadi har doim. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum azizlarim. Assalomu alaykum. Ustoz, yozuvchilar, hurmatli insonlar. Do'stim, sizni ko'rganimdan juda ham xursandman. Iloyim, shunaqa kechalarni uyushtirgan otasiga rahmat. Kerakli odamlarni ko'ramiz. Iloyim joningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Shuncha shogirdlarni yig'ib har doim izlanishdasiz. Barakalla. Bizni avlodlarimiz shunaqa, bizni pokoleniya o'rischasiga aytdik. Biz shunaqangi qattimmiz. Jasurjon, qattimmiz. O'shaning uchun bir yoqadan bosh chiqarib, har doim nima deydi, urug'larni sochaveramiz. Mayli, maqtanish o'z yo'liga. Bugun men albatta meni bolam desam, men o'zim juda ham yo'q. Mening ajoyib do'stim Jasurjon Hamroyevni juda uzoq yillardan buyon haligi bitta qozonda xamir bo'lib, nima qilib qorishib, bir narsalar bo'lib pishib, uzoq yillar desam, yana bu hali yoshda, bu o'zi go'dak ham. Lekin har doim bir kreativ fikrlar bilan shunaqa shaxtan yorib chiqadi. Shunaqangi nima deydi, yorib kesib o'shadan buncha chiqib bir daraxt o'smaguncha qo'ymaydi. Shunaqangi bir metin xarakterga ega o'zbek o'g'loni. Butun chet ellarda ham yurganda o'sha o'zini fikri bilan o'sha odamlar orasida o'sha fikrni yetkazib berish uchun bekorga bu safarga aylanib yurgani bormidi. Daryo dengiz kelgani bormidi. Har doim izlanishda bo'ladi. Mana bu haqiqiy ijod. Afsus, nima deydi? Talantlarimiz ko'p talantlarimiz. O'zbek eli o'zi talantlarga boy, lekin mana shunaqangi mardona yuragi ot kallasida nima deydi? Bo'ri xarakter yigitlarimiz ko'paysa kerak. O'shanda bizni san'atimiz ham ro'yobga chiqqandan chiqaveradi. Bizni madaniyatimiz ham, bizni talantimiz, bizni gaplarimiz nima demoqchi bo'layotgan gaplarimiz ko'pini mana endi yoshlar o'sha butun okean orqasiga borib cho'chib keladi. Iloyim sog' bo'lgin. Har doim yangi g'oyalar, yangi bir proyektlar bilan bizlar quvontirib yurarkan, biz yoshimiz sal ko'p. Lekin hali erga bersa bitta tug'adigansiz. Buni iltimos. Shundan kesib tashlang. Shohri qo'yishmas. Rashk qilib qolish mumkin. Uchta yulduz yetadi. 400 kerak. Hammalarga sog'lik salomatlik tilayman. Hamma ko'rgan ko'zlar. Jasur ke bola. Ke bir narsalar demoqchisan, ke. Dedim bilaman. Hech qachon charchamam. Rahmat. Hamma kelganlarga rahmat. Kechamiz erta boshlaydi. Zibo Navruzova. Gulduros qarsangizni emas azizlar. Tashakkur izhor aylaymiz. Chiroyli tilaklar bo'ldi desak hech ham mubolag'a bo'lmaydi. Demak, History de Kubrada sovg'alarni taqdim etdik. Tashakkur izhor aylaymiz. Endi rejissor ayoldan keyin bir narsa xayolimga keldi. Sizni xayolingizga juda soz nima ekan bu? Bir narsa, o'tgan safar siz modalar namoyish uyushtirgan edingiz. O'tgan safar modalar yurgan edi. Hit temasida bo'lgan. Hit mavzusida kecha uyushtirgan edik va o'shanda biz aynan hit kiyimlarida yurgan ayollarga baho bergan edik. Xo'sh. Keling endi gender tenglikka amal qilgan holda. Xo'sh. Ko'pchilik rejissor desa erkaklarni so'rayman, davramizda ayol rejissor, yaxshi filmlarni rejissor o'tiriblar. Keling endi bugun davramizga erkaklarni chiqaramiz. Nima dedingiz, Zebo opa? Да. Значит, мужчин, джентльмен приглашаем к нам на сцену. Demakki, to'g'ri tushunyapmanmi? James Bondni hozir biz aniqlaymiz, to'g'rimi?
James Bond stilida ekan. O'tgan safar hindcha yurish kerak edi qizlarimiz. Bu safar esa erkaklarimiz aynan Bond kabi yurishi kerak bo'ladi. Wow, hurmatli džentelmenlarimiz, kim tayyor? Sallay, siz birinchisiz. Ko'rib turibman, haqiqiy džentelmen. Keling. Guldiroz qarsagingiz azizlar. Sallay. Assalomu alaykum. Faqat trayektoriyani belgilab olaylik, qayerdan qayergacha borish kerak bo'ladi. Mana shu yer, sahna mana. To'g'ri. Bo'ladimi? Sallay, marhamat, bu yerga kirib olsangiz. Yana olishimiz kerak, yana 3 nafar ishtirokchi kerak, yana 3 James Bond kerak bo'ladi. Juda ham yaxshi salmoqli sovg'alar bor. Istovchilar bormi? Demak, 4-sonning headlinerini taklif etsakchi, yuzini desam hech ham mubolag'a bo'lmaydi. Oybek aka. Guldiroz qarsagingiz, hurmatli yaxshilar, ikkinchi James Bond. Turib olamiz, marhamat. Ikkinchi ishtirokchimiz bor, yana bir ishtirokchi kerak. Kim bor? Jasur akani o'zi deyishyapti. Yo'q, Jasur aka asoschi. Bu faqat mehmonlarga azizlar, qolaversa hamkorlarimiz tomonidan Leaf Hospital'dan sertifikat taqdim etiladi. Qimmatbaho hospital desam hech ham mubolag'a bo'lmaydi. Tarin James Bondimiz bor, menimcha kim qani? Ayollar bilan chaqiring deyaptilar. Mana ulug' ustoz Muhammad Ismoil Hamdibek, chiqing. Hamdibek, chiqing. Mana bizda 4 ishtirokchi. 4 nafar ishtirokchimiz bor. Mana James Bondlarimizga guldiroz qarsagingizni yamaysiz azizlar, turib oling. Diqqat bilan tomosha qilamiz. Bahona qizlar berishadi. Bir daqiqa. Qayerda yana siz millionerlarni, qolaversa filantrop ustozlarimizni podiumda qayerda ko'rgansiz? Faqat The Everysizda aziz yurtdoshlar. Haqiqatan tarixiy jarayon bo'ladi hozir. Demak, davom ettiring. Kim juri asosida bizda bugun bo'ladilar? Jurilar ayollar va qizlar bo'ladi. Chunki biz erkaklarga qanchalik Bondga o'xshashliklariga qarab baho beramiz va qarsaklar asosida ularni orasida g'olibni tanlab olamiz. Birinchi kim? Birinchi ishtirokchimiz, demak, Sallay. Guldiroz qarsagingiz, Sallay, siz hozir haqiqiy James Bondga o'xshab yurib berishingiz kerak bo'ladi. Qolaversa, siz hozir tasavvur qiling, kino olinyapti, siz bosh roldasiz, siz James Bondsiz va siz hozir restoranga kirib kelyapsiz. Qolaversa, siz o'sha yagona maftunkor ayolni ko'ryapsiz. Reaksiyani ko'rsatib berishingiz kerak bo'ladi. Tayyormizmi? Ketdik. Birinchi ishtirokchi Sallay. Kattakon rahmat. Sallayga negadir guldiroz qarsaklar eshitilmayapti, ayollarimiz. Ofarin, tasanno. Sallay turib olamiz. Sallay turib olasiz, Sallay joyingizga turib oling. Ikkinchi ishtirokchimiz filantrop, millioner. Dami gospoda, Oybek aka. Oybek aka, kinomiz davom etmoqda. James Bond ikkinchi qismi boshlanyapti. Demak, siz hozir bankka kiryapsiz. Bankka kirib, pistoletingizni kassirlarga demak, tahdid qilib pulini olishingiz kerak bo'ladi. Ketdik. James Bond, Oybek aka. Tavsiya beraman, biznesmen bo'lib qolavering. Rahmat sizga kattakon. Biz esa mamnuniyat bilan davom etamiz. 3-ishtirokchimizga yo'llansak, Zamiraxon yordam bering. Kimni tanlaysiz? Ustozimizni yoki Turkiya elchixonasining vakili? Turk James Bondini ko'rsatib berasiz, maylimi? Turkcha James Bond. Ya'ni ozgina ayyorroq. Demak, tayyormisiz? Ketdik.
Tasanno. Bitta savol bersam, Zalay faqat siz kinoda o'ynaganmisiz? Endi o'ynasalar kerak. Zebo Navruzova ko'ryapsizmi? Buni to'la kasting uyushtiryaptilar, hammani videoga olib. Inobatga olinglar. У вас уникальная возможность, друзья, стать главным героем. Bilasizmi, butun umr men haligi ko'chadan ham oldim, o'zim tayyorlab o'qitib ham oldim. Ularni yulduz qildim. Endi bugun yulduzlarni olib yulduz qilaman. Ofarin Tasanno. Demak, tashakkur izhor aylaymiz. Shuning uchun bugun mas'uliyatliroq kasting bo'lyapti. Kastingga boshqacha. Oralab pillab yurganim shu. Gap yo'q. Endi siz shart qo'ying mana bu ulug' ustozga. Ulug' ustozga o'zingiz shart qo'ying. Mayli, biz juda bir tarixiy filmga kanadaliklar bilan birgalikda qo'l urdik yaqinda, lekin bu yillar davom etadi. Ustozga nima deraman? Mana shu tarixiy bir ulamoni obrazini she'rlari orqali. Так, приготовились? Команда готова? Камера, оператор, мотор. Ustoz James Bond ketdi. Davralarning toji do'stlar davrasi. Dillar orom olar. Mikrofon bering. Yuraklar huzur. Bundan ko'kka o'rlar do'stlar hamdasi. Ko'kdan bu davraga yog'iladi nur. Har yigitning do'sti bo'lsa mard bo'ladi. Do'sting bo'lgan davru davronlar suyuk do'sti borga bermoqdan shart bo'ladi. Do'st qadrini bilgan insonlar buyuk. Bu olam sizniki hayot. Sizga tan berganman. Barchangiz daho. Tilagim do'stlarning do'sti umrbod, qodir Xudo bo'lsin, dushmani gado. Sog' bo'linglar do'stlar. Hammalaring yaxshi bo'lsin. O'zbek James Bond'i. Jasur Amroyevga rahmat. Sog' bo'ling. Muhammad Ismoilovga guldiroz qarsagingiz azizlar. Do'stimiz Zebo Hamroyevaga ham rahmat. Uchta yulduzni yetkazish har bir onaga ham nasib qilmaydi. Men bilaman, Zebo Navruzova shu farzandlarini juda ham ardoqlab, avaylab, o'stirib, tarbiyaladi. Bu juda katta mehnati bor. Hamma oson deb o'ylaydi. Odamlar bitta yulduz yetishtirib olmaydi. Zebo Navro'zovaga shon sharaflar bo'lsin. Guldiroz qarsagingiz 4-James Bondimizga endi esa azizlar 4 kishiga baho beramiz. Oxirini endi aytib o'tishimiz kerak. O'zbek James Bond bo'ldi. She'rlarni o'qib, juda chiroyli. Oxirida rejissyorimizga paxtalarni qo'yib, demak, hozir endi aziz yurtdoshlar, biz g'olibimizni aniqlab olishimiz kerak bo'ladi va demak, hamkorlarimiz tomonidan Live Hospital tomonidan check-up sertifikat taqdim etiladi. Bu nima degani? Siz Turkiya davlatiga ko'p uchasiz. U yerda siz aziz yurtdoshlar hospitalda tekinga butun tanangizni tekshirib olishingiz mumkin bo'ladi. Unikal, eksklyuziv desak hech ham mubolag'a bo'lmaydi. Azizlarimiz, demak, guldiroz qarsagingiz g'olibimizni aniqsalay o'zingizga qarsak chalmang. Demak, 1-James Bond Salay. Zamira, siz davom ettiring ayol sifatida, sababi ayollarimiz sizni tinglaydi. Marhamat. Men mikrofonni ustozga topshirib qo'ydim, chunki aynan Jannat qaydasan filmini suratga olish jarayonida biz har kuni kechqurun xuddi shunaqa hammaga baho berardik va o'shaning uchun siz o'zingizdan ketib qolmangda, to'xtab turing. O'rtoqlar, demak, haqqoniy bo'lishi uchun har bitta insonga har bitta mana shu joyda turgan azizlar ovoz beramiz, to'g'rimi? O'zingiz bir boshlab bering. Menga beringlar. Xo'sh, she'r so'radingiz, she'r o'qib berdim. Endi albatta meni ovozim o'zingizlar bilasizlar. Mani eng kastingimizni birinchi g'olibi, главный rolga o'tgan mana shu bizni ulug' shoirimiz. Muhammad Ismoilov bir ball.
Xo'sh, Zebo Navro'zovaning takliflari bilan har bir o'tirgan xonimamiz bir insonga ovoz berishlari mumkin. Keling, chekkadan boshlaymiz. Barnoqul Islomxon va kimga ovoz berasiz? Muhammad Ismoilda 2 ball. Muhammad Ismoil 2 ball. Dayshi. Qiyinroq kechadi. Chunki kamera bilan ishlagan odam sifatida aytaman. Men ularga beraman ovozimni. 3 ball. Muhammad Ismoil 3-bor g'alaba qozondi. 4-ovozimiz Oybek Do'stman. Oybek Do'stmanovda 1 ball. Oybekjon to'xtang, juda yaxshi. Albatta bu haqqoniy ovoz berildi. Muxlis ovoz berdi. Mayli, lekin o'zingiz ustingizda ishlashingiz kerak. Aktyorlikdan mani maktabimga borsangiz, dars olasiz azgina. Hop. Bo'ldi. Lekin yana bitta narsani tan olish kerak. Tan olish kerak. Ha? Hattoki nima deydi? Eng katta baleronlar bitta dam oldi bugun. Ko'rdinglarmi chiqish deganini? Qoyil qolish kerak. Lekin Muhammad Ismoildan keyingi ikkinchi navbatimiz. Hozircha bizning avlod birinchi. Bizning misimiz borlar bu yerda. Go'zallik malikasi Shahrizoda. Hattoki bu yerda hozir biroz ishtirok ham etdilar. Siz ovozingizni kimga berasiz? Shubhasiz Salayga. Ismlarni bilmam, birinchi ishtirokchimizga. Salay. Salay. Xo'sh, 3 ta ishtirokchimizda baholar bor. Oybek Do'stmatovda 1 ball, Salayda 1 ball, Muhammad Ismoilda 3 ball. Oybekka faqat ayollarimiz baho berishyapti. Bu jurnalimizni shundoq ko'rganingizda g'urur bilan mundoq qaraysizda Oybekjonni. Haqiqatan men bunga xursand bo'ldim. Boyagi gapimda yoshlik, hozir yosh yigitlar, o'zi yigitlarga men ko'proq barishman bilasiz. Uchta o'g'il tuqqanim uchunmi yoki faqat o'g'il bolalar uchun kino yaratganim uchunmi yoki bo'lmasam kuchli yarimtalik bu erkaklar bo'lgani uchunmi dunyoni baribir ustunlar erkaklar. Xohlasak va xohlamasak. Shuning uchun biz ayollar doim xizmatdamiz. Qanchalik aqlli bo'lmaylik, lekin ustunlarimiz bu erkaklar. O'shaning uchun men boya jurnalni nima qilganimda yer dedim. Millionerlarimiz ko'paysin. Millionerlar qarsagingiz. Chunki bu millioner so'zini orqasida million neyronlarimiz aqlli mashin nima deydi? Juda bir talantli Allohdan tepadan yog'ilgan, ota-onasini yetti pushtidan qo'shilgan, ota-onasini tarbiyasidan qo'shilgan va albatta ona zaminimizni tuproqni changlaridan ming neyronlar orqali kirib kelib mana shu millionlar tanasida buni. Biz pulga, boylikka chaqishtirganimiz bu boshqa bir ma'noda. Lekin mana shu millionlar, milliardlar bu insonning jismidagi qaynagan mana shunaqangi boyliklari bu. Qobiliyati bu. Ilohim butun dunyoga millionerlarni dog'ini taratavergan Jasur Hamrayev. Ilohim mana shu tuproqdan millioner yigitlarimiz, qizlarimiz unib chiqaversin. Wow. Oybek aka, endi bundan buyon siz yangi kinolariga byudjetni ajratishingiz kerak bo'ladi. Haqiqatdan juda chiroyli so'zlar bo'ldi desak. Zebo opa, я все правильно делаю? Какой ты молодец. Bravo, biz esa davom etamiz. Marhamat, keyingi yana baho kerak bizga, sababi biz azizlarimiz siz g'olibimizni aniqlashimiz kerak bo'ladi. Kimga ovoz berasiz? Turkiya elchixonasidan mehmonimiz kelganlar. Hamdubekga ovoz beraman. Turkcha chiqishlarini o'qib berdilar. Hamdubekda ham 1 ball bor. Demak, kim yana qoldi azizlarimiz? Sizga o'tamiz. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring, ismingiz? Samira. Oyta xursandman va kimga ovoz berasiz? Muhammad akaga. Nima uchun ovoz bermoqchiman bu insonlarga? Yoshlari katta bo'lmay, yoshlari katta bo'lib turib,
shu darajada masjidga chiqib hech kim qila olmaydigan narsani qilib berdilar. Men bular ham aka ismlarini esimdan chiqdi. Salay aka, Xandubey, Oybek aka hammasi yaxshi, lekin meni ovozim bu insonga. Chunki yoshlari Muhammad Ismoil yana bir bor. Bu insonni Hamma yoqdan ish bilish, Bu qizimiz Turkiyadan kelgan mehmon. Shuning uchun o'zbek tilini zo'rg'a gapiryapti. Yo'q, zo'r hammasi. Rahmat kattakon. Turkcha gapirdi. Bir tekis oldingiz. Chapga o'yga qaramasdan, demak, davom etamiz keyingi. Assalomu alaykum mehmonimiz. Assalomu alaykum. Men barchalarini hurmat qilaman. Hamdubeyni Turkiyani juda ham zo'r tadbirlarni o'tkazadilar. Xursand bo'ldim bugun ko'rib. Salay meni eng yaqin do'stim, hamkorim. Ustozimni ulug'layman. Oybek akani ham juda hurmat qilaman. O'shaning uchun har bittalariga 1 balldan beraman, agar qarshi bo'lmasanglar. Afsus yo'q, unaqa mumkin emas. Ana haqiqiy o'zbekchilik yog'iga. Chiroyli qilib hammani gapirib o'tib ketdilar. Bir insonni tanlang. Haqiqatan James Bond qalbingizda kim qoldi? Men tanlamayman. Men ovozim to'rttalarga ham ball berishim mumkin, lekin bittalarni tanlamay, chunki to'rtalari ham ancha qadrli. Ottangizga rahmat. Qayerda o'rgangansiz? Juda sozda. Haqiqiy bir narsani topdim. Negizini topdim. Keyin o'zing boshlading. Endi chunki qarang. Bittadan butun kollektivni topdim. Tak, ssenarist yozuvchi bor. Finansist bor, sponsor. Juda. Главный герой нам qarang. Вообще красавчик. Да, и на шампунь не надо будет тратиться. Главный герой есть. Чуkur, boshqa hammasidan bo'ladi. Pожалуйста, Turkiyani полный. Salbiy rolni o'ynayveradi, da? Yo'q, butun Turkiyani ishiga olib beradi. Hamma yo'q ish beradi. Opil, zo'ramiz. Giroy bor. Bor. Pul bor, giroy bor, ssenarist bor. Rejissyor bor. Jarchi bor. Так, Hamrayev, следующий, это есть, готов у нас? Keyingi soni. Oybekka tushdingiz akajonim. Услышал? Albatta hazil o'rnida qabul qilamiz. Demak, aziz yurtdoshlar, kimda nechta ovoz? Esingizda qoldimi, Zamira? Muhammad Ismoilda 4 ta ovoz va qolganlarda bittadan ovoz. Demak, g'olibimiz aniq Muhammad Ismoil. Qarsagingiz Liv Hospital tomonidan aziz hamkasbimizni taklif etamiz. Asalxon, assalomu alaykum, добрый вечер. Bitta she'r o'qib beraman. Men mukofotlaganingiz uchun rahmat ma'nosida. Bo'ldi. Qani mukofotni olib kelinglar. Men qabul qilishga tayyorman. Marhamat. Qancha bo'lsa qabul qilaman. Demak, taqdimot marosimi davom etadi. Asalxon, marhamat, so'z navbati sizga. Вы готовы? Assalomu alaykum. Liv Hospital jamoasi tomonidan siz tabriklaymiz va Istanbulda siz qolamiz. Nimaga ikkita sizda qo'lingizda? Xo'p bo'ladi. Demak, sizni chin yurakdan muborakbod etamiz. Tabriklaymiz. Davomiy bo'lsin. Turkiya davlatiga o'zingiz uchun borasiz. U yerda esa qolgani hammasi tekin bo'ladi. Barcha ishtirokchilarimizga ham sovg'alarimiz bor. Uzoqqa qochib ketmaysiz. Rahmat, sog' bo'ling, xursandman. Men bitta she'r o'qib beraman, maylimi? Albatta. Go'zal davra uchun. Atrofingda men sarson, chiroylisan hammadan. Aytgin, sen menga qachon sevaman deb aytasan. Zir yugurgan ortingda shahzodalar juda ko'p. Kel, o'shalar oldida men g'aribni bitta o'p. Oshiqlaring qaslashgan sira chidab bo'lmaydi. Sevaman deb aytmasang, o'ksik ko'nglim. Husning ortar tobora dod deyarman hayratdan. Aytgin, qachon bir bora sevaman deb aytasan. Poyingda ming yolvorib ishqim qildim-ku ishol. Sen ham bir bor dil yorib sevaman deb ayt. Atrofingda men sarson, chiroyli
faxrliysan hammadan. Ofarin, juda chiroyli she'r. Va homiylarimiz, hamkorlarimiz Historiyada Kubra tomonidan barcha ishtirokchilarimizga maxsus sovg'alarni taqdim etamiz. Tashrifingiz va ishtirokingiz uchun barchangizga katta rahmat. Qarsaklar ostida James Bondlarimizni olqishlab qolamiz. James Bondlarimizga guldiroz qarsaklar qo'ymaysiz. Hozir aynan mana shu qog'ozning ikkinchi egasi topildi. Yo'llanmani, sertifikatni. Demak, siz check-upni aytyapsiz, to'g'rimi? Check-upning ikkinchi egasi. To'xtab turinglar, James Bondlar. Ha, James Bondlar emas. Xo'p, bo'ladi, James Bondlar, rahmat kattakon. Sizmi jurnalimizni qo'lga olgan odam birinchi bo'lib aytadigan gap, "Buncha ham dizayni zo'r" deyishyapti. Butun dunyo standartlariga mos, juda ham chiroyli sahifalangan va ranglarga juda ham mos deyishyapti va har sonni ochganda faqat maqtov eshityapmiz. Aynan mana shu mehnatni qilgan va jurnalimizni shunchalik sevimli qilgan bir inson bor. Kamtargina bo'lib faqat bekinib o'tiribdilar. Rahmatjon, marhamat. Rahmatjon aka, guldiroz qarsagingiz sadosi ostida. Davramiz markaziga taklif etamiz, qolaversa Live Hospital. Gapirish uchun Jasur akani chaqirsak, ayni bunda. Arzida. Rahmatjon haqlarida biror narsa aytsangiz. Jasur Hamroyev, The Addresses jurnalining asoschisi. Aka, manimcha dunyodagi eng zo'r dizaynerlardan biri bo'lisha oladigan inson. Rahmat, mehnatingizdan rozi bo'ling va Turkiyaga yo'l tushganda mana Live Hospitaldan sizga juda chiroyli yo'llanma. Rahmat kattakon. Tabriklaymiz, davomiy bo'lsin. Chin yurakdan muborakbod etamiz, tabriklaymiz. Live Hospital check-upni qo'lga kiritdingiz. Qolaversa Turkiya davlatiga uchganingizdan keyin u yerda butun tanangizni tekshirib olishingiz mumkin bo'ladi. Naqadar go'zal. Jasur aka juda kamtarin qilib maqtadilar. Men yana ozgina maqtayman, chunki 24 soat ishlaydigan inson mana shu odam. Soatning ichida bo'lsa ham yozsangiz javob qaytaradilar. Nimani qachon yozish kerak, qachon o'zgartirish kerak, siz darhol o'zgartirib, darhol mukammal ravishda tayyorlab bera oladigan yaxshi dizayner va hozir sanab o'tsam, eng o'qimli jurnallarning barini asosiy dizayner, asosiy sahifalovchi shu inson. Shuning uchun aynan shu inson, aynan mana shu yo'llanmadan foydalanishga eng loyiq deb topdik. Katta rahmat. Haqiqatan haqiqiy mutaxassis. Guldiroz qarsagingiz azizlar. Tabriklaymiz, davomiy bo'lsin aziz yurtdoshlar. Biz esa mamnuniyat ila taqdimotimizni davom ettiramiz. Keyingi sho'x musiqiy taronalar qolaversa azizlar, keling bugungi unutilmas yorqin taqdimotni eslab qolsak, raqslar bilan nima dedingiz? Har safar biz o'rtadan tushmasdan o'ynadik. Bu safar ko'proq gapiryapmiz. Keling endi keskin anamizga qaytamiz. Menimcha hamma tayyor turishibdi. Qachon raqsga tushamiz deb. Demak, qaysi musiqiy taronalar bo'lsin? O'zbek, milliy, Yevropa. Endi Bond uslubida bo'lgandan keyin keling bu Yevropa uslubiga biroz yondashamiz va aynan shu kabi taronalarni tanlaymiz. Ilojimiz bormi? Albatta, demak azizlarimiz, hurmatli xonimlar va janoblar, taqdimotimiz davom etadi. Barchangizni davramiz markaziga taklif etamiz. Raqslar boshlanmoqda. Poytaxtimizning eng yorqin DJ Azar musiqiy taronalarni taqdim etadi. Hamma raqsga tushsin. Qani ketdik.
Yaxshilar, aziz vatandoshlar, xonimlar va janoblar, o'z o'rnida tashkiliy ishlarga yordam bergan aziz yurtdoshlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ulardan Hasan Dekor, Gold Vision Group, aziz yurtdoshlar, kattakon sizlarga rahmat. Manzillar bir nuqtada uchrashadi. O'qing va o'qishga qayting. Hamkorlarimizga alohida jamoatchilik. Biz sizlar doimiy hamkorimiz. Juda ko'plab korpus vakillari, Sevatga bir kompaniya bor, Murat Trankin kompaniya bor, bu kompaniya Gold Vision kompaniyasi. Bu eng yaxshi kunlaringizni sizlar xizmat qiluvchi eng yaxshi demak servis diqqatingizni bu yerga qaratamiz. Artist loyihasini yulduzi barchamizga aynan mana shu loyiha orqali tanilgan va sevimli bo'lib ulgurgan Javohir Rahmatov, marhamat kutib oling. Sekin kattalar ulgurdingiz, eng zo'r joyga keldingiz va biz sizdan ham eng zo'r qo'shiqlarni kutib qolamiz. Marhamat, davramiz to'g'ri sizga muntazir. Assalomu alaykum. Xudoga shukr, aziz mehmonlarimiz bor. Ming bor uzr so'raymiz.
Ozgina kesib oldik. Ama belgilarimiz bakalımsa ozgina tayyorgarlik qilib olamiz. Taklif uchun kattakon rahmat. Çakırsaydım gelmez miydim ya? Senin için ölmez miydim ya? Dünyayı ters etmez miydim ya? Aramam, aramam, seviyorsun ben de seni ya. Çok özledim ben de seni ya. Aramadım ben de seni ya. Aramam, aramam, aramam.
Rahmat, rahmat. Rahmat. Shunaqa yig'ilishda bayramda ko'p bo'lib tursin. Jasur akamga o'xshagan san'at fidoyilari ko'paysin ilohim. Jasur akamning borozida ozgina kech qoldik. Lekin bo'ladigan bola mana shu. Shunaqa. Xudo xolasa inshaalloh. Padesh keladi, Xudo xolasa. Yerga tegmaganlar, to'ylari bo'lib ketsalar, katta to'ylar.